Xolasa ko'rib turganlar endi mashinani ochib olganmiz. Akkumulyator o'rganmi yo'qmi qata tekshirib yo'l beramiz. Assalomu alaykum akalar. Xudo xolasa bugungi ishlarimizni ham boshlab olganmiz. Ko'rib turganlar endi Marg'ilonga Go'radilda oldiga viza xizmatiga ketyapmiz. Nexus 3 mashinasi qulflanib qolib, yo'lda qolib ketgan ekan. Akamiz ishlar zarda ekan, tezroq keling deb vizitga chaqirishadi. Hozir borib, xudo xolasa ishlarni chiroyli qilib bitib beramiz. Videomizni oxirigacha kuzatib boringlar. Xudo xolasa Nexus 3'imizni oldiga kelganmiz. Ko'rib turganlar endi mashina qulf holatda qolib ketgan, mejga ishlamay qolgan ekan. Hozir chiroyli qilib mashinani ochib, ishlarni bitib beramiz. Xolasa ko'rib turganlar endi mashinani ochib olganmiz. Akkumulyator o'rganmi yo'qmi qata tekshirib yo'l beramiz. Akkumulyatorlar sog' ekan, xudo xolasa mejigarlarni qator ko'rib, ishlarni bitib beramiz. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqib qolasizlar, ishlarni sifatli chiroyli qilib bitirib beramiz.